Kelin poshsha tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Chunki kelin poshshamizni yangi xonadonlarida bo'ladigan kelin salom marosimida hammamiz to'laqonli 100% ishtirok eta olmaymiz. Shuni inobatga olgan holatda bu xonadondan hali hech kim norizo bo'lib ketmaganligini inobatga olgan holatda qisqa lo'nda salomni e'tiboringizga taqdim qilamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. O'rtaga gilam tashladik. Qabul aylanglar mehmonjonlar, biz salomni boshladik. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suygan. O'g'il tug'ib kelgan, kelin olib suygan. Salom, yana salom. Qaynona oyijonimizga ilk salomlar. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, qarsiylar bilan qo'llab-quvvatlashtiramiz. Navbatdagi salomlar kelin poshshamizni onajonlariga. Hamma ishni to'ldirgan, bilmaganni bildirgan. Qabul qiling mehribonisiz, sizga salom yor. Kelin salom yor. Endi kelin poshsha, bu xonadonda yosh ulug'larimiz bor, hoji buvilarimiz bor. Buvijonlar qabul qilib olinglar. Oq ro'mollari boshlarida, parvonamiz qoshlarida. Ro'mollari boshlarida, parvonamiz qoshlarida. Salom, yana salom. Buvijonlarga ko'p salom. Salom, yana salom. Duogo'larimiz baxtimizga sog' omon bo'linglar. Endi kelin poshsha bitta o'ng tomonga, bitta chap tomonga salomlarni egalariga taqdim etamiz. Kelgan mehmonlar ham havas qilib o'tirishibdi. Qabul qilib olinglar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Eshik qoqib kelganlar, to'y muborak deganlar. Qabul qiling mehmonjonlar, sizga salom yor. Yana salom yor. Salom, kelin salom. Ko'p yashang, o'zim o'rgingizdan kelin poshsha. Endi salomni hayajonlisi, seryoznisi bo'ladi. Kuyov bolaga o'girilib olamiz. Kuyov bola sizdan yuzma-yuz turib olasiz. Xo'p, diqqat, hurmatli ayollar. Kuyov bolamizni do'stlari ikkinchi etajda o'tirishibdi. Hozir bular hayajonda. Ozgina qo'llab-quvvatlash yetishmayapti. Shuning uchun kuyov bolamiz hayajonga tushib ketmasliklari uchun qiy-chuv qilib qo'llab-quvvatlab turamiz. Kelishdiga, qani ketdik. Kasb shumlari yarashgan. Voy, hozir ham qo'yib bersa qizlar qarashgan-u, talashgan. Shuncha qizga qaramasdan Farangiz xonni tanlagan. Kuyov bolaga yana salom. Kelin salom. Bek yigit, boy yigit, solih yigit, sizga mana shu chiroyli salomlar. Voy, o'zim o'rgili kuyov bolamizni ham yoqib kuchli tabassum qilib-da. Yoqmaygina qolsin. Salom tamom bo'ldi. Endi bu yog'iga kelin poshshamizni qo'llaridan bir